Assalomu alaykum azizlarim, qaynonalar oshxonasiga xush kelibsizlar. Mana bugun sizlar bilan biz illik sho'rva tayyorlaymiz. Illik sho'rva tayyorlash uchun kerakli mahsulotlar mana qarang, no'xat. Go'shtimizni illiklik suyagi, qovurg'ali go'sht tanlab olamiz. Keyin muzlatilgan pomidorni ishlatdim. Yozga taxlab qo'yaman. Buni strechga o'rab, mana shunaqa qilib yozga eng chiroyli pomidorlar tanlab, strechga o'rab, misxonaga qo'ysangiz kerak bo'ladi. Mana qarang, shalg'om, sabzi, piyoz, pomidor. Pomidorni chiqarilgan shirin qalampir solsangiz ham bo'ladi. Pomidor ishlatdim men. Mana ziravorlar. Endi ishimizni bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Qarang, ishimizni bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Birinchi bo'lib qozonimizga nazar tashlaymiz. Mana qozonimizga suvlarni solib oldik, tagini yoqdik. Endi no'xatimizni solib olamiz. No'xatim ham muzlatilgan. Muzlatib qo'ysangiz, xohlagan vaqtingiz ishlatasiz. Mana illik go'sht. Havo salqin uchun bu taom juda ham yoqadi sizga. Issiq tutadi. Yog' ishlatmayman. Illikda o'zini yog'i chiqadi. Shu holatga qaynab chiqadi. Soldik. Qaynab chiqqandan keyin ko'pigini olib, keyin qolgan masalliqlarni solamiz. Ko'cha sovuq, yomg'ir yog'moqda. Shuning uchun illik sho'rva tayyorladim men. Salqin havolarga asqotadi sizga, juda ham yoqimli, tanangizga poriydi. Yomg'irlik havo sovuq. Ovqatimizni ko'piklarni olib tashlayman. Ko'piklarni olib tashlasangiz tiniq sho'rva chiqadi. Mana qolgan masalliqlarimizni olma-ketma solib olamiz. Bir dona piyozni butunlik holatga solaman. Masalliqlarimizni olma-ketma solamiz. Ziravorlar, tuz, murch. Hammasini solib oldim. Endi tasalovda pishiramiz. Qarang, sho'rvamiz shu holatga 3,5 soat qaynashi kerak. Go'shtlari titilib ketguncha qaynaydi. Mana qarang, chiroyli qaynayapti. Hozir qaynaganiga 1 soat bo'ldi. Yana 2,5 soatdan keyin ovqatimiz tayyor bo'ladi, xudo xohlasa. Mana qarang, illik sho'rvamiz tayyor bo'ldi. Mana illiklarimiz, qarang, mana illik, mana shular yog'. Men yog' solmadim, ko'rdiz hammalari boshlanishiga. Mana qarang, go'shtlari qanchalik mana tilib ketgan, mana go'shtlari, illiklari, mana hammasi ana shu illik yog'i.
tiniq, chiroyli chiqdi. Hozir idishga suzib ham ko'rsataman. Mana qarang go'shtlarini. Mana ta'mli, juda ham shirin. Qarang, mana shalg'omlari ham o'zi qanchalik maydalanib ketdi pishib. Yog'ini qarang, mana yog'ini. Sho'rvamiz tiniq, chiroyli chiqdi. Mana shu o'zini iligidan chiqqan yog'. Mana go'shtlarini titilib ketgan o'ziga. Mana shalg'om sabzilari, kartoshkalari mana titilib ketgan go'shtlari. Qarang, bu paylari. Qarang. Qarang. Mana sho'rvamiz tayyor. Marhamat. Keling, issiqqina